alaykum, hurmatli rais. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli rais. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Instituti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengash majlisini navbatdagi majlisini boshlashga ruxsat berasizlar. Dissertatsiyani himoya qilish yuzasidan quyidagi tartib belgilangan. Navbatdagi ilmiy kengash majlisimizda ilmiy kengash tarkibi 16 nafar deb tasdiqlangan. Majlisda 16 nafar a'zodan 14 nafar ishtirok etmoqda. Kvorum bor. Ilmiy kengash o'z ishini boshlash vakolatiga ega. Majlisni ochish bo'yicha qanday takliflar bo'ladi? Ochilsin. Rahmat. Qarshilar, betaraflar yo'q. Ilmiy kengash majlisini ochiq deb e'lon qilaman. Bugungi kun tartibida bitta masala ko'rib chiqiladi. Birinchi, Toshkent davlat tibbiyot universiteti mustaqil izlanuvchisi Nizama Madina Shonazarovaning 14.00.01 aksiyalik va ginekologiya ixtisosligi bo'yicha tibbiyot fanlari falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun himoyaga tavsiya etilgan trombofiliya mavjud ayollarda homilani ko'tara olmaslikning klinik genetik aspektlari mavzusidagi dissertatsiya ishi himoyasi. Ilmiy rahbar tibbiyot fanlari doktori professor Saidjalilova Dilnoza Javdatovna. Rasmiy opponentlar: Ahmadjon va Gulnoza Murodovna, tibbiyot fanlari doktori, dotsent; Ilgasheva Sevara O'tkurovna, tibbiyot fanlari doktori, professor. Yetakchi tashkilot tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini rivojlantirish markazi. Kun tartibi bo'yicha qanday takliflar, savollar bo'ladi? E'tirozlar bo'lmasa, kun tartibini tasdiqlashga rozilar ovoz berib qo'yishlarini so'rayman. Rahmat. Qarshilar, betaraflar yo'q. Hurmatli kengash a'zolari, unda dissertatsiya ishi himoyasi bo'yicha muhokamaga o'tamiz. Dissertantning shaxsiy hujjatlariga doir materiallar bilan tanishtirish uchun so'z ilmiy kotibga beriladi. Marhamat, Sherzod Olimov. Assalomu alaykum, hurmatli ilmiy kengash a'zolari, hurmatli ustozlar. Nizamova Madina Shonazarovna 1984-yilda tug'ilgan. 2002-2009 yillari Toshkent tibbiyot akademiyasi davolash ishi fakultetida tahsil olgan. 2009-2012 yillari shu muassasaning aksiyonlik va ginekologiya mutaxassisligi bo'yicha magistratura yo'nalishini tamomlagan. 2012-15 yillarda Toshkent shahar Chilonzor tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli 38-sonli oilaviy poliklinikada aksiyonlik ginekolog vazifasida faoliyat olib borgan. 2015 yildan hozirgi kungacha Toshkent shahar 7-son tug'ruq kompleksida aksiyonlik ginekolog lavozimida faoliyat olib bormoqda. Toshkent davlat tibbiyot universiteti mustaqil izlanuvchisi hisoblanadi. Dissertatsiya mavzusi bo'yicha ishni 2022 yilda boshlagan. Ilmiy rahbar etib tibbiyot fanlari doktori professor Saidjalilova Dilnoza Javdatovna tayinlangan. Dissertatsiya mavzusi bo'yicha jami 11 ta ilmiy ish chop etilgan. Ulardan bitta uslubiy tavsiyanoma, 5 ta maqola, jumladan 4 tasi milliy va bitta xorijiy Oliy attestatsiya komissiyasi tasarrufidagi ilmiy jurnallarda chop etilgan. 4 ta tezis, shundan 2 tasi respublika va 2 tasi xorijiy konferensiyalarda e'lon qilingan. Dissertatsiya ishi birlamchi materiallari, ishonchlilik va talabgorning tadqiqotdagi shaxsiy ishtiroki Andijon davlat tibbiyot instituti ekspertlar kengashi tomonidan tekshirilgan va 2025-yil sentyabrda 24-son dalolatnoma bilan rasmiylashtirildi. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi ilmiy texnik kengashining dissertatsiya ishi natijalarini sog'liqni saqlash amaliotiga joriy etish to'g'risidagi 5-oyidagi yagona xulosasi mavjud. Talabgor oilali, 2 nafar farzandi bor. Taqdim etilgan hujjatlar 14.00.01 aksiyonlik va ginekologiya ixtisosligi bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini berish tartibi to'g'risidagi Oliy attestatsiya komissiyasi nizomi talablariga javob beradi. Rahmat. Dissertatsiya hujjatlari bo'yicha ilmiy kengash kotibiga yoki talabgorga savollar bo'lsa, marhamat. Savollar bormi? Yo'q. Yo'q bo'lsa, ma'lumot uchun qabul qilamiz. So'zni dissertantga beramiz. Marhamat, taklif uchun reglament 20 daqiqa. Mana meni chiqmayapti ya. Xudoy berdi baho yozildi-yu, lekin mendagi ovozim bo'lish kerak.
Telefonda. Şöyle. Assalomu alaykum, hurmatli rais, ilmiy kengash a'zolari. Trombofiliya mavjud ayollarda homila ko'tara olmaslik klinik va genetik aspektlar mavzusidagi ilmiy tadqiqot natijalarini sizlarga taqdim etsam. Dunyoda homila ko'tara olmaydigan ayollar soni yildan yilga ortib bormoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, homila tushishning barcha homiladorliklarning 15-20%da uchraydi. O'z-o'zidan homila tushish chastotasi barcha istalgan homiladorliklarning taxminan 20%ni tashkil qiladi. Birinchi trimestr 40-50% gacha yetadi va tibbiy biologik tadqiqotlar rivojlanishiga qaramay, birinchi navbatda ushbu muammoning ko'p omillar tufayli barqaror bo'lib kelmoqda. Bir qator mualliflarning ma'lumotlariga ko'ra, homiladorlikni ko'tara olmaslik sabablari tarkibida trombofiliyaning roli 40% dan 80% gacha bo'lib qolmoqda. O'zbekistonda aholining salomatligini yaxshilash, xususan onalik va bolalikni muhofazasini davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. O'zbekistonda homiladorlikni ko'tara olmaslik muammosi tibbiy, ijtimoiy va demografik ahamiyatga ega. Bu holatning sabablarini aniqlash, xavf guruhlarini erta aniqlash, skrining dasturlarini shakllantirish va ixtisoslashtirilgan tibbiy yordamni kuchaytirish mamlakatda ona va bola salomatligini yaxshilashning asosiy shartlaridan biri sanaladi. Tadqiqotimiz maqsadi homiladorlikni ko'tara olmaslik patogenezida qon ivish tizimi genetik polimorfizmini o'rganish, ularning xavf omillariga asoslangan prognostik ahamiyatini baholash orqali patogenetik asoslangan profilaktik chora-tadbirlarni ishlab chiqishdan iborat. Quyidagi vazifalarni qo'ydik. Homiladorlikni ko'tara olmaslik qayd etilgan ayollarda klinik anamnezik ma'lumotlarni qiyosiy tahlil qilish orqali mazkur holatning uchrash darajasini o'rganish hamda homila va xavf darajasini aniqlash. Homiladorlikni ko'tara olmaslik kuzatilgan ayollarda trombofiliyaning irsiy va orttirilgan shakllarining strukturasini hamda tarkibiy chastotasini o'rganish, ularda homiladorlikni kechish xususiyatlarini kompleks tahlil qilish. Gemoglobin ko'rsatkichlarni qiyosiy baholash asosida trombofiliyaning F5, F2, bilan bog'liq shuningdek orttirilgan shakllarining homiladorlikni ko'tara olmaslik rivojlanishining klinik diagnostik ahamiyatini ilmiy jihatdan asoslash. Trombofiliyasi bor homiladorlarda reproduktiv yo'qotishlar xavfini, prognostik mezonlarni ilmiy asoslash, ularning oldini olishga qaratilgan taktik algoritm ishlab chiqish hamda uning klinik samaradorligini baholash. Tadqiqot dizaynimiz 3 bosqichdan iborat bo'lib, birinchi bosqichda xavf omillarini aniqlash maqsadida retrospektiv tekshiruvlardan iborat bo'ldi. Buning uchun biz 2022-2023 yillar mobaynida 7-tug'ruq kompleksida 3324 ta holatni tahlil qildik. Ayollar 2 guruhga bo'lindi. Asosiy guruh 812 ta homila ko'tara olmaslikka ayollar, solishtirma guruh 2512 ta ayolni tashkil qildi. Ulardan 559 nafar ayol 13 haftagacha, 253 nafar ayol 13 haftadan 22 haftalikgacha homila tushishi sodir bo'lganlar tashkil qildi. Tadqiqotimiz ikkinchi bosqichi 235 nafar ayolda molekulyar genetik, gemostologik tekshiruv usullari o'tkazilib, natijalar bilan homiladorlikni kechish qiyosiy tahlil qildik. Bunda asosiy guruh 121 nafar homila ko'tara olmaslik mavjud ayollar, 114 nafar ayol homila ko'tara olmaslik mavjud bo'lmagan nazorat guruhiga taqsimlandi. Tadqiqotimizning 3-bosqichida olingan natijalarimiz asosida homila ko'tara olmaslik prognozlash shkalasi va olib borish algoritmi ishlab chiqdik. Asosiy guruh tavsiya etilgan algoritm asosida olib borilgan 35 ta ayol, qiyosiy guruhda gemostaz korrelyatsiya choralari ko'rilmagan 24 ta ayoldan iborat bo'ldi. Quyidagi tekshiruv usullaridan foydalandik. Umumiy klinik tekshiruv, anamnestik, funksional, molekulyar genetik, gemostologik va statistik tekshiruvlardan foydalanildi. Tekshiruv natijalari yosh bo'yicha tahlil qilganimizda asosiy guruhda 21-30 yosh oralig'ida bo'lib, nazorat guruhiga nisbatan ko'p uchradi. Retrospektiv tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, homila tushish ko'pincha 13 haftagacha kuzatilgan va 68% ni tashkil etgan. Qolganlari 31.2%, 13 haftadan 22 haftagacha sodir bo'lgan. Strukturasida analiz qilganimizda homila o'z-o'zidan tushishi 69.3% ni tashkil qilgan, rivojlanmagan homiladorlik esa 37% ni tashkil qilgan.
Akusherlik analizini tahlil qilganimizda ayollarda muddat oldingi tug'ruq ko'p uchragan 23.9, homila o'zidan tushishi rivojlanmagan homiladorlik solishtirma guruhga qaraganda 2.9 martagacha ko'p uchragan. Muddatlar kesimida tahlil qilganimizda rivojlanmagan homiladorlik 13 haftadan 22 haftagacha 1.5 marta ko'p uchragan. Homila o'zidan tushishi esa 13 haftagacha ko'p uchragan va 17.5% tashkil qilgan. Akusher ginekologik patologiyalar guruh orasida o'zaro ishonchli farq qilmadi. Ko'pincha jinsiy a'zolar yallig'lanish kasalliklari kuzatildi. Ular ichida solishtirma guruhga qaraganda servitsit 12.5%, endometrit 8.6% ko'p uchradi. Bemorlarda ko'pincha 2 va undan ortiq patologiya birga aniqlanganligi 26% tashkil qildi. Somatik kasalliklarni tushish muddatiga ko'ra tahlil qilganimizda ishonchli farq ko'rsatmadi va eng ko'p tarqalgan lor kasalliklari surunkal tonzillit, qon tomir kasalliklaridan varikoz kasalligi va suydik yo'l infeksiyalari tashkil etdi. O'rganib aniqlangan omillarning patologiyasini rivojlanish ta'sir darajasini aniqlash uchun Fisher mezonini sanab chiqdik. Somatik patologiyalar ichida homila ko'tarilmasligi rivojlanish ta'sir etuvchi omillardan surunkal tonzillit, varikoz kasalligi, siydik yo'llari infeksiyalar tashkil etdi. Ginekologik kasalliklardan esa endometrit, servitsit, ismika servikal yetishmovchilik, bepushtlik va endometrioz. Analizda homila tushishi kuzatilsa, keyingi homiladorlikda homila tushishi 9 martagacha xavf ko'payadi. Fisher mezoni bo'yicha keyingi homiladorlikda homila tushishi ta'sir qiluvchi eng katta ko'rsatkichlar ko'p omili bor va naslda trombotik asortlar kuzatilgan ayollar bo'ldi. Shuningdek, biz dalillarga asoslangan tibbiy ko'rsatkichlarni, homila ko'tarilmaslikning rivojlanish ehtimoli va xavf darajasini aniqladik. Homiladorlikni ko'tara olmaslik muddatlariga ko'ra klinik 13 haftagacha homiladorlikning erta belgilari yo'qolishi 57.1%, simptomsiz kechish belgisi 61.9% va jinsiy yo'llardan qonli ajralma kelishi 83% tashkil qildi. 13 haftadan 22 haftagacha bo'lganda to'lg'oqsimon og'riq 87% va to'liq bo'lmagan homila tushishi 87.8% klinik belgilarni yuqori foizlarni tashkil qildi. Boshqa klinik belgilarda ishonchli farq kuzatilmadi. Trombofiliya fonida homila tushishi kuzatilgan ayollarda koagulogramma ko'rsatkichlari natijasi shuni ko'rsatdiki, prokoagulyant faollik oshishi va qon tomiri ichidagi ivish jarayoni faollashishi kuzatilganda, bu esa trombotik asoratlarning rivojlanish xavfini belgisi bo'lib hisoblanadi. Asosiy guruh ayollarimiz genetik jihatdan taqsimoti bo'yicha trombofiliya aniqlangan ayollar 16%, orttirilgan trombofiliya 22%, genetik jihatdan monogenli trombofiliya 91%, multigenli trombofiliya 9% tashkil qildi. Homila ko'tara olmaslik gen mutatsiya turlari bo'yicha ajratganimizda asosiy guruhda trombofiliya mutatsiyasi 62%, nazorat guruhida esa 34% tashkil qildi. Turlari bo'yicha tahlil qilganimizda lezing mutatsiyasi 12, F2 mutatsiyasi 4%, MDKFR mutatsiyasi 12.7%, heterozigot esa 87.5% tashkil qildi. Bu gen mutatsiyalar tahlil qilganimizda F5 bilan MDKFR birgalikda uchragan 9.3%, MDKFR bilan F2 birgalikda kelganda 1.6% tashkil qildi. Bu asosan 13 haftadan 22 haftagacha aniqlandi. Alohida har bir genni polimorfizmni o'rganish natijalari shuni ko'rsatdiki, MDKFR geni mutanti allel ayollarda aniqlansa, homila tushishi 2 martagacha oshadi. Polimorf gomozigot teta genotipi aniqlansa, homila tushish ehtimoli 4 baravargacha oshadi. Heterozigot S aniqlansa 1.7 martagacha oshadi. MDKFR mutatsiyasi muddati bo'yicha asosiy guruhlar taqqoslanganda gomozigot teta genotipi 2.7 marta, 13 haftadan 22 haftagacha bo'lganda homila tushishi ko'proq aniqlandi. Homila ko'tara olmaslik guruhida F2 geni mutant allel G aniqlansa, homila tushish ehtimoli 4.9 martagacha oshadi. GA genotipi aniqlansa 2.9 martagacha oshadi. F2 mutatsiyasi homila ko'tarmas muddati bo'yicha taqqoslaganimizda 13 hafta 22 haftagacha kuzatilgan homila tushishi bu polimorf genotipi 1.8 martagacha ko'proq uchraganligini ko'rsatdi. Lezing geni mutant allel A aniqlansa, homila ko'tarilmaslik xavfi 4.4 martagacha yuqori bo'ladi. Polimorf GA genotipi aniqlansa, homila ko'tarilmaslik xavfi 4.5 marta yuqori bo'ladi. Muddatiga ko'ra 13 haftadan homila ko'tara olmaslik mutant allel A va GA genotipi 1.9 martagacha kontrol guruhga ko'ra ko'p uchradi. 13 haftadan 22 hafta kuzatilganda homila ko'tara olmaslik mutant allel A va GA genotipi 6.1 martagacha kontrol guruhga qaraganda ko'p uchradi. Prospektiv guruhda ayollarning analizi o'rganilgani natijasida
33% homila tushishi, 21,1% rivojlanmagan homiladorlik va 26% muddatdan oldingi tug'ruq kuzatilganligini ko'rsatdi. Ginekologik kasalliklar strukturasi o'rganilganda ayollarda anamnezda jinsiy a'zolar yalmash kasalliklari va bepushtlik aniqlandi. Tekshirilgan ayollar somatik patologiya o'rganilganda retrospektiv tahlillarga to'g'ri keldi va yurak qon tomir kasalliklari va lor kasalliklari eng ko'p uchraganligi aniqlandi. Trombofiliyaga oid genetik mutatsiyalar va klinik belgilar o'rtasidagi korrelyatsiya shuni ko'rsatdiki, MDKFR geni mavjudligi qo'yi xavfni, F2 geni mavjudligi o'rtacha xavfni, F5 geni mavjudligi yuqori xavfni tashkil etib, klinik belgilar namoyon bo'lishi shunga muvofiq. Trombofiliyaga oid genetik mutatsiyalar va koagulogramma ko'rsatkichlari o'rtasidagi korrelyatsiya aniqlanganda, asosiy guruhda MDKFR, F2, F5 genlarda mutagen, gomozigot hamda heterozigot genotiplarning mavjudligi eruvchan fibrin monomer kompleksi, fibrinogen fraksiyasi va trombotitlar agregatsiyasi ko'rsatkichlari bilan ijobiy korrelyatsiya aniqlandi. Bunda faol qisqa eruvchan fibrin va protrombin vaqti ko'rsatkichlari bilan ishonchli korrelyatsiya aniqlanmadi. Trombofiliya ayollarda homila ko'tara olmasligi rivojlanish xavfini baholash uchun koeffitsiyentli baholash shkalasi asosida tekshirildi. Prognozlash natijalari Walt-Genkin bo'yicha baholadik. Unga ko'ra 0 va manfiy ko'rsatkichlar homila ko'tara olmaslik taxmini mavjud emasligini, ammo musbat natijalar homila ko'tara olmaslik rivojlanish taxmini mavjudligini ko'rsatadi. 6-8 musbat natija o'rta xavfni, 12 musbat yuqori xavfni mavjudligini bildiradi. Manfiy 6-8 ball xavf o'rtacha yo'qligini, 12 manfiy xavf umuman yo'qligini aniqlandi. Olingan natijalarimiz asosida trombofiliya mavjud ayollarda olib borish algoritmini ishlab chiqdik. Unga ko'ra birinchi bosqichda klinik va anamnestik ma'lumotlarni o'rganildi. Ikkinchi bosqichda gemostaz holati va orttirilgan AFS parametrlarini tekshirdik. Uchinchi bosqichda molekulyar genetik tekshiruv o'tkazildi. Unga ko'ra trombofiliyaning qo'shilgan trombofiliya turi va genetik turi aniqlanganda, gemostazil ko'rsatkichlarni yuqori bo'lganda gravidar homiladorlikni tayyorlash hamda birinchi, ikkinchi, uchinchi trimestrlarda medikamentoz davo olib borish tavsiya etildi. Orttirilgan turida homiladorlikni birinchi, ikkinchi, uchinchi trimestr yarmida medikamentoz davo olib borish tavsiya etildi. Nazorat guruhimizda gestaston davrida dinamik kuzatuv olib borish tavsiya etildi. Profilaktika usuli homiladorlik aniqlanganda 5-6 haftasidan boshlab gemostaz holati nazorati ostida 2 hafta davomida antikoagulant sifatida pastlichli geparin davriy tartibda qo'llash tavsiya etildi. Davolash jarayoni gemostazil ko'rsatkichlarni nazorati ta'minlandi. Pastlichli geparin kuniga 1 marta muayyan vaqtda teri ostiga yuboriladi. Inyeksiya qilish texnikasi bo'yicha o'qish homiladorlik davrida tibbiy maslahat paytida amalga oshiriladi. Asosiy guruhdagi barcha bemor ayollar birinchi va ikkinchi yarim davomida sutkasiga 4 mg miqdorda foliyaviy kislota qabul qiladilar. Tavsiya etilgan algoritm asosida olib borilgan homiladorlik kechish natijasi shuni ko'rsatdiki, asosiy guruhda homila tushishi 5,7% ni tashkil qildi, lekin 2,2 marta taqqoslama guruhga qaraganda kam uchradi. Rivojlanmagan homiladorlik asosiy guruhda 2,9% ni tashkil qildi va taqqoslama guruhda 5,8 martagacha kam kuzatildi. Platsentar disfunksiyasi asosiy guruhda 2,6 martagacha kam uchradi. Muddatdan oldin tug'ruq esa 8,6% ni tashkil qildi. Ruxsatingiz bilan xulosa va amaliy tavsiyalarni to'xtalmasam, e'tiboringiz uchun rahmat. Rahmat Madina Shonazarova. Hurmatli ilmiy kengash a'zolari, darslar yakunlandi. Marhamat, kimda savollar bo'lsa berishlaringiz mumkin. Kaptan Jamshid, men eshitilyapmanmi? Eshitilyapsiz, Hamratillayni. Ha. Mumkinmi savol bersam? Marhamat, Hamratillayni. Tak. Dissertantimiz ishlarini ko'rib chiqdik, juda chiroyli ishlar qilinibdi. Birinchi savolim, siz past molekulyar og'irlikdagi geparinlar va asetilsalitsiloviy kislotani tavsiya etibsiz. Bu davolash usullarining asoratlari xavfini qanday baholaysiz va ortiqcha davolashdan qochish uchun qaysi klinik mezonlarga tayanasiz? Ikkinchi savolim, trombofiliya turli shakllari bilan ayollarni o'rganishda qaysi klinik va laborator ko'rsatkichlarni eng ishonchli deb topdingiz? Uchinchi savolim, trombofiliya mavjud ayollarda homiladorlikni saqlash uchun qanday
chora-tadbirlar samarali deb hisoblagansiz? Rahmat. Uchinchi savol. Hamroto'g'aylar, uchinchi savolni qaytarib oling, iltimos. Trombofiliya mavjud ayollarda homiladorlikni saqlash uchun qanday profilaktik choralar eng samarali deb hisoblandi? Rahmat, Hamroto'g'aylar. Aziz. Madinaxon savollar tushunarli. Tushunarli. Birinchi savol assalomu alaykum. Hurmatli Hamida Usmonova, birinchi savolingizga javobim past ichlik giparin va aspirin qo'llaganda qanaqa klinik mezonlarga asoslandi dedi savolga javobim. Bunda aynan trombofiliyada homiladorlikdan oldin, homiladorlik davrida aynan trombofiliya aniqlanganda qonda gemostaz sistemasi giperkoagulyatsiya aniqlanadi. Bu giperkoagulyatsiyani past ichlik giparin va aspirin buni qo'lladik. Aspirinni natijasini biz gemostaz ko'rsatkichlar asosida baholadik. Agarda gemostaz ko'rsatkichlarimizda norma holatida yoki unda suyulgan holat ko'rsa, bu protokolimizdan o'sha vaqtda nisbatan past ichlik giparinlarni kamaytirildi va aspirinda davom ettirildi. Rahmat. Hamroto'g'aylar, Qoniqarli ikkinchi savol. Qaysi klinik belgilar anaqa asosida koagulogrammani eng ko'p koagulogrammada eruvchan fibrin monomer kompleksi va trombotitlar agregatsiyasi hamda fibrinogen fraksiyasini eng oshganligi bu ko'rsatkichlar o'sha giperkoagulyatsiyani bildiradi. Shu ko'rsatkichlar asosida aniqlandi. Shu ko'rsatkichlar nimasida bunaqasida shu ko'rsatkichlarga asoslandi. Shu klinik laborator ko'rsatkichlarda eng ishonchli deb topilgani qaysi dedingiz? Klinik belgilaridan ko'proq klinik belgilardan masalan homiladorlikni belgilarini yo'qolishi, katta so'roklarda to'lg'oq og'riq bo'lishi eng ko'p uchradi hamda o'smagan homiladorlikda o'sha muddatiga mos kelmasligi bachadonni jinsiy yo'llardan qonli ajralma kelishi eng yuqori foizlarni tashkil qildi. Klinik laborator tekshiruvlardan esa koagulogramma ko'rsatkichlari, fibrin monomer kompleksi hamda fibrinogen fraksiyasi va trombotitlar agregatsiyasi. Bular koagulyatsiyaga olib kelishiga sababchi omillar sifatida. Hurmatli Hamroto'g'aylar, javoblardan qoniqdingizmi? Uchinchi savol. Uchinchisi. Trombofiliya mavjud. Qaysi samarali? Ayollarda. Trombofiliya mavjud ayol qaysi samarali usullarda? Bunda homiladorlikdan oldin pregravidar tayyorlash tavsiya etildi. Trombofiliya aniqlangandan keyin ayollarda bu anamnezda xavf omillari, gen mutatsiyasi aniqlangan ayollarda pregravidar tayyorlash, o'sha 3 oy davomida aspirin berib tayyorlab, keyin homiladorlikdan davrida ham 1-2, 3-chi trimestr gemostaz ko'rsatkichlar nazorati ostida medikamentoz davo olib borildi. Samaralisini qaysi deb hisobladingiz? Samarali usulni samarali usul bu o'sha genlarni tekshirish hamda orttirilgan turini aniqlash maqsadida AFS tekshiruvlar o'tkazish hamda gemostaz koagulogramma tekshiruvlarini o'tkazish. Rahmat. Можно вопрос? Rahmat. Abdurahim Shamsiy, rahmat javoblarni eshitdim. Rahmat katta. Rahmat. Mumkinmi? Shanaz Zarurjonov, marhamat. Hurmatli dissertant, mani bir nechta savolim bor, iloji bo'lsa yozib olsangiz. Birinchisi, sizdan oldin bu ishlarni Said Nasirich, Sultanov Said Nasirich respublikamizda qilingan, keyin sizdan oldin ham bir nechta ish trombofiliyaga tegishli bo'lgan. Sizni ishingizda nima yengillik? Genetikani o'rgandingiz, bundan chiqib baribir nima yengillik kiritdingiz? Aytayotgan narsalaringiz hammasi qilinyapti-yu. Keyingi savolim. Bu genetik analizni qachon qilish kerak?
Qachon qilish kerak? И если считать, что беременность является физиологическим провокатором манифестации этих генов, то нужно ли эти генетические анализы проводить после беременности? Keyingisi, uchinchisi, paritet, bu ayollarning pariteti qanaqa bo'lgan? И har bitta homiladorlikdan oldin siz aytayotgan muolajalarni o'tkazish kerakmi? Keyingisi, siz qilingan muolajadan keyin siz aytdingizki, невынашивание беременностini ancha oldin oldik, homiladorlik bo'ldi. Bu homiladorlikning yakuni nima bilan bo'ldi? Uchinchi trimestrda, uchinchi trimestr aspirin, geparin qo'llangan dovasiz qaysi muddatgacha qo'lladingiz? Buni natijasida qanaqa bola tug'ildi? Homiladorlikning yakuni tug'ruq qanday kechdi? Ramazonjon bo'ldimi? Da. 4 ta savol bo'ldi. Marhamat, javob bering. Hurmatli Shahnoza Alimjanova, birinchi savolingizga javobim aynan ilmiy yangilik nimadan iborat? Bizni tadqiqotimizda olib borilgan Said Nasirovich olib borgan natijalarida muddat oldingi tug'ruqdagi gen mutatsiyalarni o'rganilgan. Bizda homila ko'tara olmas 22 haftagacha bo'lgan muddatdagi srokda o'rganildi hamda algoritm asosida bunda eng ko'p xavf omillariga e'tibor berildi. Agarda xavf omili bo'lsa, bunga mutatsiya uchrasa, bunda yana ham o'sha giperkoagulyatsiyani yuzaga kelishi, buni natijasida homila o'smay qolishi yoki o'z-o'zidan tushishi sodir bo'ladi. Bizda o'shani asosida algoritm ishlab chiqildi, xavf omili, uni prognozlash hamda algoritm asosida davolash. Xavf omili deb bunda nimani qabul qildingiz? Xavf omili deb nimani qabul qildingiz? Trombofiliyaga genini manifestatsiya bo'lishiga xavf omili homiladorlik o'zi emasmi? Xavf omili asoratlangan asoratlangan akusherlik anamnezi, somatik kasalliklarda hamda ginekologik kasalliklarni xavf omili qaysi biri uchrasa, eng ko'p uchragan xavf omillari eng yuqori foizlanib chiqdi keyingi prognozlash jarayonida. Xavf omillari bo'lmasa, misol uchun nazorat guruhimizda 43 ta ayolda ham gen aniqlangan, lekin ularda fiziologik kechgan homiladorlik. Chunki ularda xavf omillari yo'qligi uchun bu yuzaga chiqmaydi. Xavf omillari bo'lsa, bu yuzaga chiqishi eng yuqori foizlarni tashkil qiladi. Stop. O'zi butun dunyo akusher ginekologlari homiladorlikning hammasi giperkoagulyatsiya holatida kechadi deb tan olingan. Giperkoagulyatsiya holati homiladorlikni o'zi shu sizga trombofiliyani kuchayishiga, trombofiliya ko'rsatishiga sabab bo'lmadimi sizda? To'g'ri, Shahnoza Alimjanova, fiziologik giperkoagulyatsiya bor, patologik giperkoagulyatsiya. Bu aynan bizda 16 hafta asosan 2-trimestrdan boshlab giperkoagulyatsiyaga, fiziologiyada 2-trimestrdan boshlab giperkoagulyatsiya boshlanadi asosan qonda. 3-trimestrda fiziologik yana giperkoagulyatsiya. Bunda aynan kichkina sroklarda implantatsiya davridan boshlab qonni quyuqligi hisobiga, trombofiliyaning mavjudligi hisobiga implantatsiya davrini buziladi hamda platsentani yopish jarayonida platsentatsiyani spiral summa arteriyalarni shakllanishida trombofiliyasi bor ayollarda shakllanish oxirigacha yetmaydi. Shuni hisobiga homila o'smay qoladi yoki muddatdan oldin tushish sodir bo'ladi. Bu holatlarda nima qildingiz? Bu patologik holatda bizda pregravidar 3 oy davomida aspirin berildi 100 milligramdan hamda homiladorlikni boshida 10-15 kun davomida pastishli geparin, keyin oralikda aspirinni yana davom ettirdi. Keyingi savolga javob bering. Gen analizlari qachon qilish? Gen analizlarni homiladorlikdan oldin qilish tavsiya etiladi. Chunki aynan o'sha gen mutatsiyasi bor ayol bo'lsa, bunda o'sha pregravidar tayyorlashimizga yoki homiladorlikni olib borishimizga ijobiy natija bo'lishi uchun homiladorlikdan oldin qilish tavsiya etiladi.
Paratit bo'yicha anaqa tahlil qilganimizda asosan 24 yoshdan 29 yoshgacha bo'lgan ayollar orasida ko'proq uchradi. Chunki aynan qayta homiladorliklar yosh jihatdan shu homiladorliklarga ham to'g'ri keladi. Homiladorlik yakuni bo'yicha qanaqa natijalarga erishildi? Homiladorlik yakuni bo'yicha asosan ijobiy natijaga erishildi. Chunki homiladorlik fiziologik tug'ruqda tashkil qildi asosiy foizni. Bunda biza 36 haftagacha protokolimiz 36 haftagacha olib bordik. 36 haftadan keyin agarda ayol 2 hafta davomida tug'masa 38 haftagacha, 38 haftada yana qayta gemosallik tekshiruv o'tkazilib, agar normal holatda bo'lsa, hech narsa tavsiya etilmadi. Agar o'sha 36 haftadan keyin bu davomimiz to'xtadi. Shanozamjon. Nada. Yana bitta savollar bo'ladi. Savol bersak bo'ladimi, hurmatli rais? Shakariston bilanmi? Yo'q. Yo'q, Nilufar Nabijonman. Marhamat, Nilufar Nabijon. Hurmatli dissertant, juda qiziq mavzu. Mana shu bemorlar, mani birinchi savolim yozib bo'lishingiz mumkin. Bemorlaringizda tanlangan ayollaringizda AFS diagnozini qanday qo'ydingiz? Nimaga asoslanib AFS tashxisini qo'ydingiz? Birinchisi. Ikkinchi savolim. Ayollaringizda AFS tashxisi birlamchi edimi yoki ikkilamchi edimi? Keyingi savolim. Sizni tekshiruvlaringizda refraktor formadagi AFS tashxisli ayollar bor edimi va ularni qanday olib bordiz? Savolim. Korreksiya masalasida past molekulyar geparin fraksiyalarini ishlatdingiz, kleksanni. Shuni ishlatayotgan vaqtingizda ayolni vaznini inobatga olib korreksiya qildingizmi? Va uni qanchagacha davom ettirdingiz? Keyingi savolim. Ayollarda genetik moyillik bo'lganda qanday yo'l tutishni joiz deb topdingiz? Rahmat. Nilufar Nabijonova, birinchi savolingizga javobim, bemorni AFS qo'yishda qanaqa usuldan foydlandingiz? Bunda Valchanchni antiteralar bor yo'qligiga qarab, AFS sindromi bor yo'qligini aniqladik. Bunda o'sha Valchanchni antiteralarni M va G formalarida tekshirildi. Bizada bular birlamchi sifatida ham, ikkilamchi sifatida aniqlandimi? Biz 27 ta ayolimizda birlamchi sifatida AFS tashxisi qo'yildi va homiladorlik davomida medikamentos davo olib borildi. AFS tashxisi borligida AFS tashxisi bor. Korrelatsiyani nima vazniga qarab anaqa qildingiz? Kliks pastlichli geparinni albatta vazniga qarab qilinadi ayollarni. Har 10 kilogramga 1 milligramdan to'g'ri keladi. Vazn albatta hisobga olinadi. Ozg'in ayollarga o'sha 0.4 dan, semizlik bor ayollarda 0.6 dan qo'llash tavsiya etildi. Yana bitta ko'rsatkichimiz gemosallik ko'rsatkichlarga ham qaraldi. Gemosallik ko'rsatkichlar agarda juda ham giperkoagulyatsiya bo'ladigan bo'lsa, bunda ham dozasi yuqori dozadagi pastlichli geparinlardan foydalanildi. Gestatsiya muddati bo'yicha qaysi muddatlarga qarab qilindi dedingiz? 36 haftagacha qo'llanildi. 36 haftadan keyin tug'ruq jarayoni boshlanishi mumkin ayolda. 36 haftadan 38 haftagacha agar ayol tug'masa, 38 haftada yana gemosallik tekshiruv o'tkazilib, koagulogramma tekshiruvlar o'tkazilib, unda koagulogramma ko'rsatkichlariga qarab yana ayol tug'masa, shunga qarab tavsiya berildi.
Trombofiliya aniqlanganda qanday yo'l tutasiz? Ayolda trombofiliya aniqlandi. Bunda trombofiliya aniqlangandan keyin ayolni homiladorlikdan oldin pregravidar tayyorlash hamda homiladorlik bo'lishi bilan uni nazorat ostida olib borish, ya'ni o'sha koglogramma ko'rsatkichlarini qat'iy tekshirib turish va algoritm asosida lecheniya olib borish tavsiya etildi. Refraktorli AFS sindrom aniqlanganda qanday yo'l tutdingiz? Sizda bor edimi shu tekshirishlaringizda shu ayollar? Tekshirish davomida AFS sindromi bilan uchragan ayollar bor edi. Bu orttirilgan trombofiliya hisoblanadi. Bunda aynan butun homiladorlik 36 haftagacha asosan aspirin bilan aspirin qo'llagan holda olib borildi. Javob berdilar. Ilfar Nabijonova javob qaytardingizmi? 22 ta ayolimizda AFS orttirilgan trombofiliya aniqlangan. Qoniqdim, hurmatli rais. Yana savollar bo'ladimi? Agar savollar bo'lsa, menda savol bor. Shahnoza Madinaxon. Aspirinni past dozalarni qo'lladim deyapsiz. Pastdagi giparinni Past dozalarni qo'lladim deyapsiz. Shu aspirinni dozalari va qo'llash usullaringiz Amerika aksha ginekologlar assotsiatsiyasi va Yevropa ginekologlar assotsiatsiyasini takliflariga mos tushadimi yoki tushmaydimi? Yoki qanday siz biror bir yangi bir dozirovkalarni o'ylab topdingiz? Birinchi savol. Pregravidar tayyorladim va gravidar tayyorladim deyapsiz. Nimalar qildingiz? Shu qachon pregraviдар tayyorlashni boshladingiz va nima haligi chora-tadbirlar kirdi buning ichiga? Graviдар tayyorlashga qanday chora-tadbirlar kirdi? Uchinchi savolim, mana genetik tekshiruv usullari keyingi ilmiy munozaralarimizni asosiy mavzusi bo'lib qolyapti. Genetik tekshiruv usullari bitta ayolda genetik tekshiruv o'tkazish uchun qancha sarf xarajat qilinadi va sizni olib borgan tekshiruvlar natijasida iqtisodiy samaradorlikka mos tushyaptimi, tushmayaptimi? Sizni vazifangiz iqtisodiy samaradorlikni shunday bemori bor bo'lgan ayollarni davolashda iqtisodiy samaradorlikka erishish. Qaysi mutanosiblik bormi shu yerda, yo'qmi? Marhamat. Abdurahim Shamsiz, birinchi savolingizga javobim. Butun dunyoda hozir tug'ma orttirilgan trombofiliya borgan sari oshib bormoqda, giperkoagulyatsiyon holatlar. Bunda bizni aspirin tanlaganimiz bu butun dunyo Amerika naqalariga to'g'ri keladi, standartlarga. Bizda ham o'rtacha o'sha 100 mg aspirin berish standartlar emas, Amerikada jamiyat bor. Sizga o'xshagan vrachlar, aksha ginekologlar jamiyat tuzgan. Shu har yili yangi tavsiyanomalar berib turadi. Voz orqali bu narsa tarqalgan. Shu tavsiyanomalarga to'g'ri mos keladimi siz bergan dozalar? Mos keladi, chunki protokolimizda ham shu asosda yozilgan, anaqa protokolda ham tavsiya etilgan. O'rtacha 100 mg aspirin qabul qilish, bu juda ham anaqa qonni gipoga yoki davolash standartiga aynan mos keladigan doza 100 mg sifatida qabul qilingan. Ikkinchi savolingizga, pregraviдар tayyorlash bu homiladorlikda bo'lishdan 3 oy oldin homiladorlarga aspirin gemosal ko'rsatkichlarida giperkoagulyatsiyaga 3 oy oldin aspirin boshlash hamda folioviy kislota berish. Folioviy kislota faqat genetik nuqsonlar oldini olish emas, bu aynan folat sikliga ta'sir qilib, bu ham giperkoagulyatsiyani oldini oladi, gamma-sistinlarni pasaytirish hisobiga. Shuning uchun ularga kompleks vitaminlar ichida folioviy kislota, B9, B12 bo'lgan kompleks vitaminlar ham berish tavsiya etiladi. Nima deydi bu nomi? Kompleks vitamin nomi? Kompleks B guruhi vitaminlarini tavsiya etish. B9, B12, keyin anaqa. B12 ishlatyapsizlarmi sizlar? Yo'q, endi ko'pincha endi pregraviдар kompleks vitamin ham tushadi. Ayollar o'shanda ichida bor dozasi demoqchiman. Lekin aynan bizda folioviy kislota tavsiya qilinadi 400 mg. Iqtisodiy samaradorlik genetik tekshiruvlarda qonda
iqtisodiy samaradorligi juda ham yuqori. Chunki ayni genetik tekshiruv o'tkazganimizda har bitta genni o'rtacha 200 mingdan baholasak 600 ming ketadi. Agarda homilador bo'lib uni oldini olib davolamasak, unda ko'proq iqtisodiy jihatdan ko'proq xarajatga to'g'ri keladi. O'shaning uchun ham uni birinchi aniqlab, protokol asosida, o'sha algoritm asosida davolansa, iqtisodiy samaradorlik yuqori Mana hisoblanadi. nima, Madinaxon, bitta genetik analiz necha pul turadi? 200 mingdan 200 ming. Uchtasi 600 ming. Hmm. Siz patsient ayollarni qanday qilib tanladingiz? Men tug'ish niyatim bor deb siz oldingizga kelib, nima qilishni qanday siz nabor qildingiz? Bu o'sha analizda bitta, ikkita homila tushgan ayollarda keyingi homiladorlik shu narsa sodir bo'lmaslik uchun aniqlandi. Mana siz guruhlarni qanday shakllantirdingiz? O'sha aspirin, pregravidar va gravidar tayyorlash uchun mahallaga tarqatib chiqdingizmi? Mana homilador bo'lib qolsang foydasi bo'ladi deb. Yoki tanladingizmi? Qanday guruhlarni shakllantirdingiz? O'sha gravidar, pregravidar tayyorlash uchun. Mana Shanozarimjon to'g'ri savol beryapti. Homilador ayollarni qaydan bilding? Qanday qilding deyapti. Qanday bildingiz? Bunda bizda oilaviy poliklinikalar bilan anaqa hamkorlikda olib boriladi homiladorlar. Bunda o'sha birlamchi zvenoga asoratlangan anamnezi bor ayollar baribir ham keladi, murojaat qiladi. O'sha vaqtda shu ayollarga shu analiz topshirish tavsiya etiladi. Shu tavsiya etilgani haqiqatda u ayollarda shunaqa gen mutatsiyasi bor ayollar nazoratga olinadi. Nazoratga olingandan keyin o'sha keyinchalik algoritm asosida Madinaxon, siz poliklinika bilan birgalikda retrospektiv tekshirdim deyapsiz, to'g'rimi? unda xavf omillari Retrospektiv tekshirganingizda o'sha tuqqan, lekin trombofiliya bilan bo'lganlarni tanlab, bu to'g'risida ko'p ish qildik, to'g'rimi? Nima, Murodmi? Masalan, preeklansiya, Dilnazar Meliyev. U o'sha preeklansiya bilan tuqqan ayollarni tanlab, yana homilador bo'lasanmi? Bo'laman deganlarni tayyorlab chiqadi. Sizda ham shunaqa haligi metod bo'lishi kerak. asoratlangan anamnezi bor ayollarni tanlab oldi. Aynen. Yana kimda savol bo'ladi? Yetarli degan takliflar. Yetarli. Rahmat, yetarli. Hurmatli ilmiy kengash a'zolari, talabgorning shaxsiy hujjatlari 20 jildida ilmiy rahbar xulosasi mavjud. Ilmiy rahbarimiz Dilnoza Javdatovna yonimizdalar. Qo'shimchalaringiz bo'lsa marhamat. Rahmat. Dissertatsiya bo'yicha ish bajarilgan tashkilot va yetakchi tashkilot xulosalari, shuningdek dissertatsiya avtoreferatlari bo'yicha kelib tushgan takliflar bilan tanishtirish uchun so'z ilmiy kengash kotibi Sherzod Olimovga. Dissertatsiya ishi bo'yicha Toshkent davlat tibbiyot universiteti kafedrada va kafedralararo majlisida 2025-yil muhokama qilingan, aprobatsiyaning keyingi bosqichlarini o'tashga tavsiya qilingan. Shuningdek, Andijon davlat tibbiyot instituti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengash ilmiy seminarining ijobiy xulosasi olingan 2026-yil 12-yanvarda 2 sonli bayonnoma bilan rasmiylashtirilgan. Seminar xulosasida talabgor Nizamova Madina Shanazarovnaning 14.00.01 aksiyonlik va ginekologiya ixtisosligi bo'yicha tibbiyot fanlari falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun taqdim etgan dissertatsiya ishi mukammal, yuqori malakaviy ilmiy ish bo'lib, unda muhim amaliy ahamiyatga ega dolzarb ilmiy tibbiy muammo hal etilganligi, oshkora himoyaga olib chiqilgan yangi ilmiy mazmun va amaliy natijalar majmuidan iborat ekanligi e'tirof etilgan. Dissertatsiya va dissertatsiya avtoreferati belgilangan qoidalarga muvofiq rasmiylashtirilgan bo'lib, Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan tibbiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori darajasi uchun qo'yilgan talablarga to'liq javob beradi va ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengashda himoya qilish uchun tavsiya etilgan. Dissertatsiya ishi ilmiy kengash tomonidan 2025-yil dekabrda qabul qilingan. Yetakchi tashkilot sifatida tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini rivojlantirish markazidan ijobiy xulosa olingan. Tashkilot xulosasida Nizamova Madina Shanazarovnaning dissertatsiya ishi aksiyonlik va ginekologiyaning dolzarb muammolariga bag'ishlangan tugallangan ilmiy tadqiqot ishi ekanligi, mazkur tadqiqot ishi trombofiliya mavjud ayollarda homiladorlikni ko'tara olmaslikning klinik genetik jihatlarini o'z ichiga olib, xulosa va amaliy tavsiyalar yetarlicha tadqiqot natijalariga asoslanganligi, yuqori metodologik o'rinda bajarilganligi e'tirof etilgan.
Xulosa tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini rivojlantirish markazi akusherlik ginekologiya va perinatal meditsina kafedrasi yig'ilishida muhokama qilingan. Kafedra mudiri tibbiyot fanlari doktori dotsent G'afurova Feruza Ahrarovna tomonidan imzolangan va markaz direktori tibbiyot fanlari doktori professor Habibullo Ataullach Akilov tomonidan tasdiqlangan. Dissertatsiya hafta referatiga jami 5 ta taqriz olingan. Ulardan 3 tasi xorijiy oliy ta'lim muassasalari. Birinchi taqriz Xalqlar do'stligi davlat ordeni nishonli Vitebsk davlat tibbiyot universiteti akusherlik va ginekologiya kafedrasi mudiri tibbiyot fanlari doktori professor Kisilyova tomonidan imzolangan. Ikkinchi taqriz Turkiya Sog'liqni saqlash fanlari universiteti dotsenti Musharraf Banu Yilmaz tomonidan imzolangan. Uchinchi taqriz Turgenev nomidagi Oryol davlat universiteti akusherlik va ginekologiya kafedrasi professori tibbiyot fanlari doktori Palchik tomonidan berilgan. To'rtinchi taqriz O'sh davlat tibbiyot universiteti akusherlik va ginekologiya kafedrasi mudiri tibbiyot fanlari nomzod dotsent Sayilova tomonidan taqdim etilgan. Beshinchi taqriz Samarqand davlat tibbiyot universiteti akusherlik va ginekologiya kafedrasi mudiri tibbiyot fanlari doktori professor Zakirova tomonidan imzolangan. Xulosa va taqrizlar ijobiy, e'tirozlar yo'q, kamchiliklar ko'rsatilmagan. Talabgorning attestatsiya ishi hujjatlar yig'ma jildiga barcha taqrizlar kiritilgan. Rahmat. Xulosa va taqrizlarda kamchiliklar ko'rsatilmagan. Hammamiz eshitdik. Shuning uchun talabgor o'z fikrlarini yakuniy so'zda bayon etishi tavsiya etiladi. Dissertatsiyaning rasmiy muhokamasiga o'tishga ruxsat berasizlar. So'z birinchi rasmiy opponent, tibbiyot fanlari doktori, dotsent Ahmadjonov Gulnoza Murodovnaga. Marhamat. Assalomu alaykum. Kengash raisi, a'zolar, hurmatli a'zolarimiz va hamkasblar. Bugungi mavzuyimizga to'xtaladigan bo'lsak, juda ko'p muhokamada diskussion vaziyatlar yuzaga keldi. Shu bilan birgalikda dissertantimizni to'laqonli savollarga javob berganini ko'rib o'tdik va ruxsatinglar bilan dolzarblik mavzuning dolzarbligiga birmuncha to'xtalib o'tsak. So'nggi yillarda homiladorlikni saqlab qololmaslik tushunchasi sezilarli darajada kengayib bormoqda va homila yo'qotish sindromi atamasi bilan ifodalanuvchi keng qamrovli reproduktiv buzilishlar majmuasi sifatida qarala boshlandi. Va hozirgi kunda odatiy homila tashlashning patogenezida trombofilik buzilishlarga ham trombotik, ham notrombotik shakllariga alohida ahamiyat berilmoqda. Va ushbu holat dissertantimiz tarafidan ham antifosfolipid sindrom, ham tug'ma trombofiliya shaklida mutanosiblik nuqtai nazaridan keltirib berilgan. Ushbu holatlarda uzoq vaqt davomida subklinik kechishi mumkin bo'lib, homiladorlik davrida fiziologik giperkoagulyatsiya va tizimli yallig'lanish reaksiyalarining faollashuvi sharoitida namoyon bo'ladi va bu ko'rinish akusherlik asoratlarining rivojlanishiga olib keladi. Genetik va orttirilgan trombofiliya shakllarining populyatsiyada tarqalganligi butun dunyo bo'yicha turlicha keltirilib 15% dan 20% gacha yetishi mumkin bo'lsa, bizning respublikada bu ko'rsatkich AFS antifosfolipid sindromida 4-5% dan tortib, tug'ma trombofiliya holatlarida 20-25% gacha yetib boradi va muammoning yuqori ahamiyatli ekanligini belgilab beradi. Bugungi kunda trombofiliya va odatiy homila tashlash o'rtasida o'zaro bog'liqlik ilmiy jihatdan isbotlangan deb hisoblanadi va ushbu tadqiqotlar Amerika akusherlar assotsiatsiyasi tomonidan bir necha bor keltirib o'tirilgan va trombofiliya sharoitida shakllanuvchi giperkoagulyatsion holat embrion implantatsiyasi sohasida hamda platsentar qon tomirlarida arterial va venoz tromblarning rivojlanishiga sabab bo'lib, platsentatsiya jarayonlarini buzilishiga olib keladi. Ana shu holatlar homiladorlikning 22-haftasida homila nobud bo'lishi bilan kuzatilgan tadqiqotchimizni natijalarida yaqqol namoyon bo'lyapti. Va zamonaviy tibbiyot yutuqlarida bir sifatda antifosfolipid antitelalar va bir tarafdan trombofiliyaning genetik markerlarini aniqlash usullarining amaliyotga joriy etilishi alohida ahamiyatga ega. Shunday qilib, trombofiliyaning odatiy homila tashlash rivojlanishidagi o'rni kompleks o'rganish, shuningdek ushbu holatni erta tashxislash, profilaktika qilish va davolash bo'yicha differensial yondashuvlarni ishlab chiqish zamonaviy akusherlik va fan amaliyotining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Zamonaviy tadqiqotlarga ko'ra ushbu ikki
nozologiyani olib borish taktikasiga keladigan bo'lsak, ikkita preparatning hamjihatlikda, ya'ni kompleks qo'llanilganligi dissertantimiz tomonidan bir-birini to'ldirib turuvchi va uzluksiz bo'lgan yagona terapiya usuli va yagona jahon bo'yicha oltin standarti deb atalishi mumkin bo'lgan hodisa. Va buni asoslash tariqasida shuni aytib o'tishim mumkinki, aspirin antiagregant xususiyatga ega bo'lib, trombin hosil bo'lishining oldini olsa, past dozalik, past molekulali geparin esa trombni lizisini ta'minlaydi. Ya'ni hosil bo'lgan trombni butunlay parchalamasa ham nisbatan qisman uni kichraytirishi va erishini ta'minlab beradi. Bu esa o'z navbatida keyinchalik platsentatsiya jarayoni va platsentani endometriyaga chuqurroq initiatsiya bo'lib, qon aylanish oqimini mo'tadil bo'lishiga yordam beradi. Aspirin tromboksan ajralishini pasaytiradi va o'zaro yopishishi va keyinchalik qon tomir devoridagi tromblarning yopishishini to'xtatadi. Va shu jihatdan buning antiagregantlik xususiyati namoyon bo'ladi. Niskomolekulyar geparin yoki past molekulali geparin esa tabiiy antiagregant, ya'ni nofraksiyalangan geparinni qayta ishlangan holati bo'lib, bu proses esa tromblarni hosil bo'lishini, ya'niki sgustok, ya'niki qonli suyuq moddasini uni yuqori zichlikka ega bo'lgan quyuq moddaga aylanib, ya'ni tromb shakllanishini bloklaydi. Bu jarayon esa antitrombin 3 ajralishi va o'z navbatida fibrinni lizis qiluvchi omillar bilan bog'liq bo'ladi. Ana endi past molekulali geparinni antitrombinning qonning tabiiy oqsil sifatida namoyon bo'lishi va uning bloklovchi xususiyatga ega ekanligi platsentadagi hosil bo'luvchi mikrotrombozlar va ishemik faktorlarni yo ishemik hodisalarni oldini olish bilan davolash prosesidagi unikallikni belgilab beradi. Shu bilan birgalikda aytish mumkinki, nofraksiyalangan, nima uchun tabiiyki savol hosil bo'ladi. Nofraksiyalangan geparinni nima uchun olmadingiz? Birinchi navbatda buni zichligi yuqori bo'lgani uchun qon tomir devorlaridan, ya'ni sita deb qo'yadi, platsentatsiya sitasi deb qo'yadi. Shundan o'tish jarayonida uning zararli ta'siri bevosita homilaga ataka bo'lishini hisobga olgan holda biz buni hamda tez ta'sir qiladi va qisqa muddatda uni ta'sir effekti yo'qolishini hisobga olib, dissertant tomonidan past molekulali geparinni kompleks qo'llaganligi maqsadga muvofiq deb aytishimiz mumkin. Va shu bilan birgalikda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti va akusher-ginekologlarning tashkilotlarini tavsiyalariga ko'ra bularni kompleks sachetini usulda qo'llanishi polipragmaziyani oldini oldi. Ya'ni keraksiz, noo'rin va ko'p tarmoqli qo'llanilishi mumkin bo'lgan terapiyani oldini oldi. Ana shu polipragmaziya holati o'zi ham homilani nobud qiluvchi, atakalovchi sharoitni yuzaga keltiradi. Shu nuqtai nazardan dissertant tomonidan juda ham katta ko'lamli ish olib borganligini ta'kidlab o'tishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Ana endi dissertatsiyani har bitta bobiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, dissertantimiz tomonidan har bitta slaydlarda bu boblar aks ettirilgan, lekin shuni aytib o'tishimiz kerakki, bu boblar bir-birini to'laqonli to'ldirib turibdi. Har bitta etapda keltirilgan boblar oldingi bob keyingi bobni yangilik nuqtai nazaridan yoritib beradi va bir jamlab to'ldirib turuvchi yagona ish yuzasidan namoyon bo'lgan. Bundan tashqari aytib o'tishimiz joizki, tadqiqot maqsadi butunlay ilmiy ishning mohiyatini to'laligicha ochib berib, har bitta qo'yilgan vazifalar shu qo'yilgan maqsadni shakllantirishga va maqsadga muvofiq tarzda ilmiy ishning keyingi boblarini yoritib berishga asos bo'la oldi. Bundan tashqari, dissertatsiyaning boblariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, kirish bobida O'zbekiston Respublikasida fan va texnologiyalar rivojlanishining ustuvor yo'nalishlariga muvofiqligi alohida ko'rsatib o'tildi va tahsinga loyiq. Va dissertatsiyaning birinchi bobidagi bo'limlar o'z navbatida
butun shu dunyo bo'yicha keltirilgan yangiliklar, patogenetik ahamiyatlar va bu trombofilik holatlarni akusherlikdagi ahamiyatini to'laqonlik yangicha nizomlar ostida alohida shakllantirib berildi. Dissertatsiyaning ikkinchi bobi tadqiqot va material va tekshirish usullariga bag'ishlangan bo'lib, ushbu bobda statistik tahlillarga asoslangan to'laqonlik Fisher usulida hisoblangan algoritm asosida va ularning haqqoniylik darajasi belgilangan usulda ishlab chiqarilgan bo'lib, har bitta bobdagi har bitta tekshirish usullarining tahlillari ana shu statistik usullarga asoslangan bo'lib, o'z yechimini topgan. Uchinchi bobda ayollar homila ko'tara olmaslikning chastotasi va tuzilishi yoritib berilgan. Bunga ko'ra aytib o'tishimiz kerakki, mana shu yuzaga kelgan ayollardagi homiladorlikdan tashqari holatida o'ylaymizki, trombofiliya, AFS trigger holat, homilador bo'ldi, homila trigger holat va shu nuqtai nazaridan trombofilik holatni uyg'otdi. Yo'q. Ular trigger holat homiladorlik faqatgina kuchaytiradi. Homiladorlikdan tashqari paytda trombofilik holatlar o'z navbatida yashirin ayollardagi, ayniqsa to'rqa yoshdagi ayollardagi somatik omiliga, ya'ni somatik statusiga yashirin ta'sir o'tkazib, ana uni natijasida homila ayolning reproduktiv a'zolariga spazmatik va infarkt holatini yuzaga keltiruvchi jarayonlarni qo'zg'atuvchi yashirin omil hisoblanadi. Shu bilan birgalikda aytib o'tishimiz kerakki, ayolni reproduktiv a'zolari qon aylanishi bloklanishi natijasida bularning steroid gormonlarni produksiyasiga qaysidir nuqtai nazardan bloklovchi ta'sir etkazib, ana shu holatlarda siz aytib o'tgan progesteronni bloklovchi ta'siri, progesteron homilani rivojlanishini bloklovchi ta'sirini ko'rsatishi mumkin bo'ladi. Shuni aytib o'tish kerakki, dissertatsiyaning 4-bobidagi molekulyar genetik tahlil ikkita nozologiya, ikkita mustaqil nozologiya, antifosfolipid sindromi va tug'ma trombofilik holatlarni bir-biriga taqqoslab, ana ularning mana shu genlarni namoyon bo'lishi homiladorlikka qanday ahamiyatga egaligini yoritib bergan. Albatta, dissertantimiz baribir jicha hayajon bo'ldi, yoshligiga borib, bularni nima uchun olganligini to'laqonli yoritib bera olmadi. Aytib o'tish joizki, har bitta ayolda ona bo'lish holati va istagi kuchli bo'lgan. Shu bilan birgalikda bularda 2 va undan ortiq homila tashlashda tor mutaxassislarga, shubhasiz ginekologlarga murojaat qiladi. Tushunishimcha, ushbu ayollar bizni dissertantimizni statsionarida bevosita ushbu jarayondan o'tgan va homila yo'qotish bo'yicha qaysidir muddatlarda aspiratsiya va yoki kuritaj natijasida davolangan va homilani qoldiqlarini olib, shu bilan aziyat chekkan ayollardan iborat. Va mana shularni shubhasiz qaysidir holatni aniqlash uchun kompleks tizimli skrining, ya'ni nivonashig'iga homila ko'tara olmasligini kompleks skriningi talab etiladi. Mana shu skriningga kiradi birinchi navbatda antifosfolipid sindrom, tug'ma va yashin trombofiliyalarni tahlili va bundan tashqari somatik yallig'lanish kasalligi, torch infeksiyalar, bularga kompleks tekshirsagina biz qo'ygan yagona tashxis 50% ana shu patologiyani davolashga zamin bo'la oladi. Va shu nuqtai nazardan dissertantimiz albattaki to'g'ri taktika tanlagan va har bitta ayolni haftasiga va o'smay qolgan to'la abort, chala abort, shunga qiyosiy nuqtai nazardan ana shu aniqlangan genlarni qancha miqdorda har bitta guruhda aniqlangani bilan o'z ishini, ilmiy yangiligini asoslab bergan. Shuni aytib o'tish joizki, ana shu ilmiy shu 5 ta bobni o'z ichida yoritib, oxirgi etapimizda MTHFR geni, ya'ni folat siklining geni, bu tug'ma trombofiliyaning hozirgi zamonda, hozirgi paytda eng ko'p tarqalgani bo'lib, bizni protokolda kiritilgan folat kislotasi bilan buni korreksiya qilish usuli maqsadga muvofiq bo'lgan. Va aytib o'tish joizki, Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti protokollarida berilgan dasturga ko'ra trombofiliya holatlarida aspirin va niskomolekulyar geparinni individual tanlash, ya'ni u yerda optimal variant mana shu deb berilmagan. 80 milligramdan 150 gacha. Bu degani ayolni gemostaz tizimi ana shu aniqlangan genetik tahlillari asosida individual tanlanadi. Kimgadir 3 oy davomida, kimgadir 5 oy davomida, kimgadir predgravidar davoni 6 oy yoki 1 yilgacha. Endometriy retseptivligi, qon aylanish shakllanishi, to'laqonlik qon ivish tizimini tiklanishiga qarab individual tarzda berilishi bilan mana shu davo muolajalari belgilanadi.
Dissertantimiz bilan ishlash jarayonida juda ko'p diskussion holatlar bo'ldi va ushbu diskussion holatida dissertantimiz o'zini nuqtai nazarini, haqqoniyligini isbotlab bera oldi va shu sababli menga dissertantimizga savolim qolmaganligi sababli asosiy qismiga, ya'ni xulosa qismiga o'tishiga ruxsat berishini so'rayman. Nizom va Madina Shohnazarovnaning uslubiy darajasi, tadqiqot hajmi, olingan natijalarning ilmiy yangiligi va amaliy ahamiyati bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining tibbiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun belgilangan talablarga to'la mos keladi. Muallif esa 14.00.01 akusherlik va ginekologiya ixtisosligi bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olishga tavsiya qilinadi. Rahmat Gulnozar Murodovna. Tahliliy retsenziyangiz uchun. Marhamat, Madinaxon, rasmiy opponentga javob berish uchun so'z sizga. Rahmat Gulnozar Murodovna bildirgan xulosangiz uchun katta rahmat. Rahmat. Keyingi so'z ikkinchi rasmiy opponent, tibbiyot fanlari doktori professor Sevarov ko'rinmagan. Marhamat, Sevarov ko'rinmagan. Assalomu alaykum ilmiy kengash raisi, assalomu alaykum ilmiy kengash a'zolari. Разрешите представить отзыв на диссертационную работу Низамовой Мадины Шаназаровны «Клинические и генетические аспекты невынашивания беременности у женщин с тромбофилией», представленной на соискание ученой степени доктора философии PhD по медицинским наукам по специальности 14.0001 акушерство и гинекология. Уважаемый оппонент предыдущий довольно подробно нам дал описание диссертационной работы. Если позволите, я буду более кратко и остановлюсь в основном конкретно на оценочных критериях диссертационной работы. Пожалуйста, Северов. Да. По современным данным, несмотря на расширение диагностических возможностей, значительная доля привычного невынашивания беременности остается неуточненного генеза. По данным современных метаанализов, в среднем 40-50% случаев не удается установить четкую причину. Современные гайдлайны ТШР, АСРМ, которые мы используем акушер-гинекологи, подчеркивают два основных момента. Первое. Не все механизмы иммунные, эндометриальные, эмбриональные доступны к рутинной диагностике. И второй момент. Неуточненный генез не означает отсутствие причины, а скорее ограничение текущих методов. Но это понятно, что в свою очередь означает, что расширение методов диагностики в клинической практике будет снижать процентное число причинных факторов неуточненного генеза. Учитывая значимость проблемы, в июне 2025 года был принят национальный клинический протокол по привычному невынашиванию, в котором отмечается, что национальный протокол содержит современные рекомендации, основанные на доказательной медицине. Согласно нашему национальному протоколу, рекомендуется ряд диагностических мероприятий. В частности, на прегравидарном этапе или при первом визите во время беременности рекомендовано направлять пациентку с привычным невынашиванием на определение содержания антител к кардиолипину в крови, определение содержания антител к бета-гликопротеину, определение волчаночного антикоагулянта с целью диагностики антифосфолипидного синдрома. Исследование должно быть выполнено дважды с интервалом 12 недель. Лабораторным критерием диагностики АФС является повторное позитивное значение одного из маркеров антифосфолипидного синдрома. Однако сохраняющиеся высокие цифры привычного невынашивания инициируют на сегодняшний день проведение большого количества исследований для поиска новых диагностических возможностей. В связи с этим актуальность и востребованность диссертационной работы, конечно, не вызывает сомнений.
Соответствие диссертационной работы направлению. Диссертационная работа соответствует направлению 14.0001 акушерство и гинекология. Рассматривая диссертационная работа имеет научную новизну, которая заключается в том, что впервые представлены данные, свидетельствующие о возможном развитии невынашивания в сроке до 22 недель гестации при наследственных формах тромбофилии, связанных с изучаемыми генетическими полиморфизмами, а также одновременно наличие сочетания этих генов. Автором установлены молекулярно-генетические механизмы, приводящие к гиперкоагуляции и нарушению микроциркуляции. Диссертация имеет практический выход. Результаты исследования позволили разработать шкалу прогнозирования невынашивания у женщин высокого риска, а также алгоритм их ведения до и во время беременности. Я с интересом слушала научную дискуссию по поводу используемых современных методов лечения, профилактики невынашивания, а также высказывания наших членов данного совета. Хочу сказать, что в национальном клиническом протоколе есть такое положение, что пациентки с привычным невынашиванием неясного генеза без факторов риска тромбоэмболических осложнений не рекомендовано назначать препараты группы гепарина с целью профилактики невынашивания. Однако, если вы обратили внимание, что именно алгоритм, предложенный нашим диссертантом, содержит графу с тем, что диссертант предлагает уточнять тромботические риски в анамнезе. То есть это ни в коей мере не противоречит национальному протоколу. То есть мы рутинно здесь не используем низкомолекулярные гепарины. Диссертант четко обосновывает, что это повышенная группа риска именно на приобретенные тромбофилии. А приобретенные тромбофилии мы всегда знаем, что это именно риски тромбозов. Поэтому, на мой взгляд, такая тактика ведения и, самое главное, дизайн исследований, который предложил диссертант, он является правильным. Методология выполненных исследований, логика и ценность и целостность работы. В диссертационной работе использованы типы ретроспективного и проспективного когортного исследования с формированием групп сравнения. Достоверность полученных результатов обеспечена достаточным объемом выборки, использованием современных методов диагностики и адекватных статистических подходов. Группы сравнения являются сопоставимыми по изучаемым признакам и выбранным статистическим методам. Основные положения работы опробированы на научных конференциях, отражены в 9 публикациях, включая зарубежные издания. У меня было несколько вопросов именно по вопросам лечения, то, что касается низкомолекулярных гепаринов. Но в ходе дискуссии диссертант, я думаю, очень подробно ответила на этот вопрос, и научная дискуссия тоже, я думаю, помогла в внесении ясности в этот вопрос. Поэтому разрешите сделать заключение. Таким образом, диссертационная работа Низамовой Мадины Шаназаровны «Клинические и генетические аспекты невынашивания беременности у женщин с тромбофилией» является завершенным научным трудом, выполненным на актуальную тему на достаточном методологическом уровне, имеющим достаточную научную новизну и практическую значимость. По своей актуальности, научной новизне, методологическому подходу, практической и теоретической значимости полученных результатов, работа отвечает требованиям положения о порядке присуждения ученых степеней ВАК, предъявляемых к диссертационным работам, а ее автор, как зрелый специалист, заслуживает присуждения учетной степени доктора философии PhD по медицинским наукам по специальности 14.0001 акушерство и гинекология. Спасибо. Спасибо, Sevara O'tkurovna. Rasmiy opponentga javob berish uchun so'z dissertantga. Marhamat. Hurmatli Sevara O'tkurovna, vaqt ajratib dissertatsiya ishini ko'rib chiqqaningiz uchun, opponentlik qilganingiz uchun katta rahmat. Ishingizga omad, sizga rahmat. Rahmat. Dissertatsiya yuzasidan norasmiy taqrizchi sifatida fikr bildiruvchilar bormi? Marhamat. Yo'q. Demak, boshqa so'zga chiquvchilar bo'lmasa, ilmiy daraja berish masalasida
yashirin ovoz berish jarayoniga o'tamiz. Hisob hay'ati tarkibini quyidagi a'zolar bilan tasdiqlashni taklif kiritamiz. Hay'at raisi tibbiyot fanlari doktori dotsent Shakirova Sadoqatxon Muhammad Salimova, a'zolari tibbiyot fanlari doktori dotsent Rabimova Dilfuza Tashlimirovna, tibbiyot fanlari doktori dotsent Qurbonov Bahodir Babirovich. Hisob hay'ati tarkibi bo'yicha qanday takliflar bor? Tasdiqlansin degan taklif tushyapti. Hay'at tarkibini ochiq ovoz bilan tasdiqlab berishingizni so'rayman. Qarshilar, betaraflar yo'q, rahmat. Bir ovozdan qabul qilindi. Hisob hay'ati o'z ishini boshlashi mumkin. Marhamat. Ilmiy kengash a'zolari uchun anonim ovoz berish uchun so'rovnomalar yuborildi. Marhamat, vaqtida munosabatingizni bildirib qo'ying. Uchta ovoz yetishmayapti. Marhamat. Kimniki? Hurmatli kengash a'zolari, kengash majlisini davom ettiramiz. Hisob hay'atining yashirin ovoz berish natijalarini e'lon qilish uchun so'z hay'at raisi, tibbiyot fanlari doktori Shokirova Sadoqatxon Muhammad Salimovaga. Assalomu alaykum, hurmatli rais va hurmatli ilmiy kengash a'zolari. Hisob komissiyasi majlisining bayonnomasi. Saylangan komissiya Nizam va Madina Shanazarinaning 14.00.01 akusherlik va ginekologiya ixtisosligi bo'yicha tibbiyot fanlari falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olishga qo'yilgan dissertatsiya yuzasidan yashirin berilgan ovozlar sanash uchun saylangan. Ilmiy kengash tarkibi 16 kishidan iborat qilib tasdiqlangan. Ilmiy kengash tarkibiga hal qiluvchi ovoz huquqi bilan qo'shimcha ravishda a'zo kiritilmagan. Majlisda kengash a'zolari 14 kishi, shu jumladan ko'rib chiqilayotgan dissertatsiya ixtisosligi bo'yicha 7 nafar fan doktori ishtirok etdi. Ovoz berish natijalariga ko'ra, komissiya tomonidan Nizam va Madina Shanazarinaga 14.00.01 akusherlik va ginekologiya ixtisosligi bo'yicha tibbiyot fanlari falsafa doktori PhD ilmiy darajasini berish yuzasidan quyidagicha ovoz berildi. Yo'qlab ovoz berganlar soni 14 ta, qarshilar yo'q. Hisob komissiyasi raisi Shokirova. Rahmat. Hurmatli kengash a'zolari, kengash majlisini davom ettiramiz. Xo'p. Hurmatli ilmiy kengash a'zolari, hisob komissiyasini hozir eshitgan mazkur bayonnomamizni tasdiqlab berishingizni so'rayman. Qarshilar, betaraflar bir ovozdan qabul qilindi. Mazkur dissertatsiya yuzasidan kengash tomonidan xulosa loyihasi tayyorlangan va tarqatilgan. Ushbu xulosa loyihasi yuzasidan kimda qanday fikrlar bor? Marhamat. Asos sifatida qabul qilsak bo'ladimi? Bo'ladi. Bo'ladi. Rahmat. Kengash kim ushbu taklifga qo'shilsa ovoz berishingizni so'rayman. Rahmat. Qarshilar, betaraflar yo'q. Bir ovozdan qabul qilindi. Kengash xulosasi bo'yicha qo'shimcha takliflar bo'lmasa, demak dissertatsiyaning malakaviy tasnifiy belgilarini bilan tanishtirish uchun so'z ilmiy kotibga beramiz. Marhamat. Nizam va Madina Shanazarinaning dissertatsiya ishi bo'yicha tasdiqiy belgilar. Birinchi punkt dissertatsiya natijalarining tavsifi. 2. Dissertatsiya natijalarining yangilik darajasi. Dissertatsiya natijalarining qiymati. Dissertatsiya mavzusining rejalashtirilgan ijod qatlam bilan bog'liqligi. Dissertatsiyaning amaliy jihatdan ahamiyatli natijalardan foydalanish darajasi. Dissertatsiyaning amaliy jihatdan ahamiyatli natijalaridan keng ko'lamli foydalanish bo'yicha tavsiyalar. Rahmat. Muhokama vaqtida bildirilgan takliflar bilan ilmiy kengash xulosasini va malakaviy belgilarni to'lig'icha qabul qilsak bo'ladimi? Bo'ladi. Rahmat. Ilmiy kengash xulosasini ochiq ovoz bilan tasdiqlab berishingizni so'rayman. Marhamat. Qarshilar,
Betaraflar yo'q. Bir ovozdan qabul qilindi. Hurmatli hamkasblar, ilmiy kengash qarorini o'qib eshittirishga ruxsat berasizlar. Ilmiy kengash qarori Andijon davlat tibbiyot instituti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengash dissertatsiyaning rasmiy himoyasi va ovoz berish natijalariga ko'ra Nizam va Madina Shonazarovnaning 14.00.01 akusherlik va ginekologiya ixtisosligi bo'yicha tibbiyot fanlari falsafa doktori PhD ilmiy darajasini berishni tavsiya qiladi va O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasidan kengash qarorini tasdiqlab berishni so'raydi. Ilmiy kengash a'zolari nomidan Madina Shagnazarovnani va ilmiy rahbari professor Dilnoza Javdatovnani tabriklaymiz. Kelgusi ilmiy ishlarida muvaffaqiyatlar tilaymiz. Endi hurmatli ilmiy kengash a'zolari, yakuniy so'zni dissertantga beramiz. Marhamat. Marhamat. Juda rahmat, kattakon xursandman. Abduram Shajisovga rahmat. Sherzod Olimович dissertatsiya davomida juda ham ko'p yordam berdi. Ilmiy rahbarim Dilnoza Javdatovna rahmat. Opponentlarim Nazmuradovna, Sevara O'tko'rinaga ham katta rahmat aytmoqchiman. Andijon davlat tibbiyot institutiga ham rahmat. E'tibor bilan kattakon Rahmat sizga. Tabriklaymiz. Hurmatli ilmiy kengash a'zolari, oldimizga qo'yilgan masalani to'laligicha ko'rib chiqdik. Hammaga rahmat. Rahmat. Tabriklaymiz Dilnoza Javdatovna, dissertantingizni ham. Yaxshimisizlar, Abduram Shamshiyevich? Dilnoza Dilara Baxtiyorova, assalomu alaykum.